Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugungi kimyo fanidan mashg'ulotimiz gibridlanish mavzusiga doir uglerodning murakkab holatdagi gibridlanish holatlarini oson usulda tushuntirib beramiz. Organik birikmalar tarkibidagi uglerodning gibridlanish holatlarini ko'rib chiqamiz bu yerda berilgan modellar misolida. O'zi asli uglerod organik birikmalarda doimo 4 valentli. Bu bizda gibridlanish topishda osonlik tug'diradi. Sababi uglerodning gibridlanishini topishimiz uchun bizga uning atrofidagi chiziqchalar soni yordam beradi. Chunki uglerodning tashqi qobig'ida 4 ta elektron bor va ular bog' hosil qilishda har bittasi ishtirok etadi. Va gibridlanganligini hisoblashda ham ularni sanab chiqsak, agar soniga qarab kelib chiqsak bo'ladi. Misol uchun, mana shu uglerodning atrofida oddiy sigma bog'lar soni 4 ta va 4 raqami bizga sp3, ya'ni s bitta p3 4 ni yig'indini berganligi uchun shunga to'g'ri kelishini bildiradi. Agar uglerod atrofida bitta pi bog' bo'lsa, bilamizki pi bog' gibridlanishda ishtirok etmaydi va sigma bog'larni sanab chiqqanimizda son mana bu uglerod misolida ko'rib chiqamiz. Mana 1 2 3, ya'ni men pi bog'ni hisoblamadim. Sababi pi bog' gibridlanishda ishtirok etmaydi. Takrorlab o'taman. Demak 3 ga to'g'ri keladigan gibridlanish miqdori sp2 bo'ladi. Ya'ni s bitta p2 ta yig'indisi 3 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi buni sp3 dedik. Bu yerdagi yig'indisi 3 bo'lganligi uchun sp2 bo'ldi. Endi bu uglerodga qaraymiz. Uglerod atrofidagi chiziqlar soni 1 2 3 4 ta. Demak, bunda sp3 4 yig'indini berdimi chiziqlar soni sp3 ga to'g'ri kelaveradi. Xo'sh, ikkinchi uglerodga qaraymiz. Ikkinchi uglerodda bu bog' bitta sigma bog', bu bog' sigma bog' va mana bu yerdagi bitta bog' sigma bog'ga kiradi. Demak, sigma bog'lar soni 3 ga to'g'ri keldi va bu yerda uglerodning gibridlanishi sp2 bo'ladi. Ikkinchi uglerod bu bilan bir xil bo'lganligi uchun 1 2 3 4, ya'ni sp3 ga to'g'ri keladi. Spirtlarda misol keltirilgan, spirtlarda uglerodniki 1 2 3 4 sp3. Murakkab moddalarga o'tamiz, ya'ni 5-moddamiz murakkab efirlar sinfiga mansub. Bunda 1 2 3 4 ta sp3. Keyingiga qaraymiz. Karboksil guruhni CO bog'i kelgan bu yerda. Demak, C bitta, bu yerdagi pi bog'dan bittasini inobatga olamiz. O bilan bog'langan bog' ham sigma bog'ga kiradi. Shuning uchun 3 ga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun bu sp2 ga gibridlangan bo'ladi. Xo'sh, bu uglerodlar esa sp3 dan gibridlangan. Oddiy efirlarda misol keltirilgan. Demak, 4 ta bog' borligi uchun sp3 1 2 3 4 sp3 bo'ladi. Shundan keyin biza ko'pincha qiynaladigan gibridlanishdagi mavzumiz aromatik uglevodorodlar misol keltirilgan. Aromatik halqa keldimi? Agar bu benzol halqasi bo'lsa, undagi barcha uglerodlar sp2 bo'ladi. Buni agar yodlab qolmasak, hozirgi qoida, ya'ni sanab chiqish qoidasidan foydalanamiz. Ya'ni mana shu uglerodda 4 ta bog' bor va ularni sigma bog'larini sanaymiz. Bitta, ikkita, 3 ta. Demak, bu qanday gibridlangan ekan? sp2 gibridlangan. Chunki 3 raqami sp2 ga to'g'ri keldi. Bu yerda demak bitta bog' berilgan, vodorod yozilmagan. Shuni hisoblasak bu bitta, bu ikkita va bundagi sigma bog'ni hisoblaymiz. sp2 ga to'g'ri keladi. Barchasi bir xil gibridlangan bo'lganligi uchun benzol halqasidagi barcha uglerodlar sp2 ga gibridlangan holatda bo'ladi. Aminlarda uglerodning gibridlanishi sp3 bo'ladi. Aminlarda, nitrobirikmalarda va aminokislotalarda uglerodning gibridlanishi doimo sp3 bo'ladi. Keyingi moddamiz allen yoki propadiyen deb nomlanadi. Propadiyen allenda qarasak bitta sigma bog', bu tarafda ikkinchi sigma bog' va bu tarafda uchinchi sigma bog' turibdi. Demak, bu 3 ga to'g'ri keladigan bog' sp2 ga gibridlangan uglerod hisoblanadi. Endi o'rtadagi uglerodda bitta sigma bog' va ikkinchi sigma bog' bor va ikkita pi bog' bor. Pi bog'lar gibridlashda ishtirok etmaganligi uchun, demak, bunda sigma bog'lar yig'indisi 2 ga teng bo'ldi. 2 ga teng bo'lganda sp bo'ladi. Ya'ni bitta s, bitta p yig'indisi 2 ga teng bo'lgan gibridlanish miqdori sp hisoblanadi. Demak, o'rtadagi uglerodimiz
sp gibridlangan. Buni sanaymiz 1, 2, 3. 3 ta bog' bo'lganligi uchun sigma bog'imiz sp2 gibridlanish holati bo'ladi. Endi keyingi moddamiz vinil asetil hisoblanadi. Ya'ni bunda ham alken qo'sh bog', ham 3 bog' bor. 3 bog' yig'inlashgan uglerodga qaraymiz. Bunda bitta sigma bog' va ikkinchi sigma bog' bor. Bitta sigma bog' bo'lganligi uchun bu sp gibridlangan. Bunda ham bitta sigma bog' va bitta sigma bog'. 3 bog'lardan bittasi sigma bog', ikkitasi pi bog' hisoblanadi. Shuning hisobiga bu uglerodimiz sp gibridlangan hisoblanadi. Sababi mana bu bitta sigma bog' hisobiga sp. Bu uglerodga qaraganimizda mana bu sigma bog', bu sigma bog' va 3-sigma bog'imiz hisobida bu sp2 gibridlangan. Keyingi uglerodimizda esa 1, 2, 3 bunisi ham sp2 gibridlangan bo'ladi. Demak, biz alkenlar va alkenlarda uglerodning gibridlanishi haqida to'xtalib o'tdik. Alkenlarda sp, alken, ya'ni qo'sh bog' tutgan uglerodlar esa sp2 gibridlangan bo'ladi. Uglerodning gibridlanishi holatlarini ko'rdik. Endi butun molekula orqali boshqa elementlarni ham gibridlanishlari bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi uglerodda demak sp3, ikkinchi uglerodda 1, 2, 3, 4 shuning hisobida sp3. Azot atomiga qaraganimizda uni tashqi elektron pog'onasida nechta elektron borligini bilishimiz kerak. Azotning tashqi elektron qobig'ida 5 ta elektron bor. 3 ta elektron esa bog' hosil qilishda ishtirok etgan. Ikkitasi bog' hosil qilishda ishtirok etmagan elektron jufti hisoblanadi va bu ham gibridlanishda ishtirok etadi. Ya'ni gibridlanishda ishtirok etgan bu ikkita elektron jufti va bog' hosil qilishda ishtirok etgan elektron juftlarning yig'indisini sanab chiqqanimizda 4 ga teng bo'ladi. 4 ga teng bo'lgandan keyin bu ham sp3 gibridlanish holati bo'ladi. Demak, qayerdan kelib chiqqaniga e'tibor beramiz. Elektron jufti birgalikda bitta taraf, ikkinchisi demak sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan elektronlar hisobiga 4 ta bo'ldi va bu 4 raqami sp3 ga to'g'ri keladi. Endi keyingi uglerodda bitta sigma bog' sp2 gibridlanish holati bo'ladi. Kislorodga qaraymiz. Kislorodni tashqi elektron qobig'ida 6 ta elektron bor. Demak, ikkita elektroni bog' hosil qilishda ishtirok etgan, shulardan bittasi pi bog' hosil qilishda ishtirok etganligi sababli gibridlangan orbitallarni sanayotgan paytimizda mana bu elektron jufti, keyingi elektron jufti va sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan elektronni hisobga olinadi. 3 ta hosil bo'lganligi uchun, ya'ni gibridlanishda 3 ta taraf ishtirok etganligi uchun bunda sp2 holati bo'ldi. Demak, hisobga olinmadi bu yerda pi bog' hisobga olinmadi. Elektron juftlari hisobga olindi va sigma bog' inobatga olindi. Shuning yig'indisi 3 ga teng bo'lganligi uchun sp2 bo'ldi. Endi keyingi kislorodimizga qaraganimizda uni ham 6 ta elektroni bor. Shulardan bog' hosil qilishda ishtirok etmagan 4 ta elektron juftlari turibdi. Bu elektron juftlar ikkitadan bo'lib gibridlanishda ishtirok etadi va bular ham sigma bog'langan bo'lganligi uchun gibridlanishda ishtirok etadi. Shu hisobidan bu kislorodimiz sp3 bo'ladi. Ko'pincha moddalarda nechta gibridlangan orbitalar borligini topayotganda shu kislorodga ko'pchilik o'qituvchilarimiz qiynalishadi va hisoblashda shu sigma bog' va elektron juftini qo'shib hisoblaganlarda ularda osonlik tug'diradi. Keyingi moddamizga e'tibor beramiz. Uglerodlarni demak oson o'rganib oldik. Bu demak sp3. Bu yerdagi uglerodda qo'sh bog' borligi bitta sigma bog' va atrofdagi sigma bog'lar yig'indisi sp2 ni beradi. Uglerodlarimiz esa hammasi atrofida 4 ta chiziq borligi uchun sp3 ni beradi. Bu yerdagi kislorod atomi mana bu kislorodga o'xshab qolganligi uchun, ya'ni bog' hosil qilishda qatnashmagan ikkita elektron jufti va bitta sigma bog' hosil qilganligi sababli, demak ketonlarda ham uglerod va kislorod bog' bilan bog'langan qismida kislorod sp2 gibridlangan bo'ladi. Ya'ni bog' hosil qilishda qatnashgan, sigma bog' hosil qilishda qatnashgan elektron va bog' hosil qilishda qatnashmagan elektron juftlari yig'indisi olinadi. Elektron juftlari har bitta juft bittaga teng hisoblanadi. Keyingi moddamizga qaraymiz. Bu murakkab efirimiz 4 ta bog' sp3. Bu uglerodimizda bitta, ikkita, 3 ta bog' sigma bog'lar inobatga olindi sp2. Kislorodimiz demak bitta sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan. Elektron juftlari hisobiga ikkita, 3 ta, ya'ni sp
2. Kislorodimiz elektron jufti, ikkita elektron jufti va sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan ikkitadan elektronlar inobatga olinib sp3 holatda bo'ladi. Bu uglerodimiz ham 4 ta yakkabog' joylashganligi uchun sp3 gibridlangan bo'ladi. Hozirgi ma'lumotlar orqali qaysi atom qanday gibridlanganligini topib oldik. Endi gibrid orbitallar sonini topish masalasiga to'xtalamiz. Ya'ni bu yerda uglerodni bildik sp3 gibridlangan ekanligini, bu uglerodni ham sp3, uglerodimiz 1, 2, 3 orqali sp2, kislorodimiz 1, sp2, sp3 ekanligini. Endi orbitallar sonini topish uchun mana shu sp3 ana shu bog'ning har biri sp3 gibridlanganligi uchun orbitallar soni atomlar soniga ko'paytiriladi. Ya'ni bitta sp3, ikkita sp3 va 3 ta sp3 bo'lganligi uchun 3 ni ko'paytiramiz 4 ga. Ya'ni shu propan kislota molekulasida 3 ko'paytirilgan 4, ya'ni 12 ta sp3 gibridlangan orbitallar bor. Orbitallar. Atomlar soni esa 3 ta. 3 ta sp3 gibridlangan atom bor. Atom va shundan kelib chiqadigan 12 ta sp3 gibridlangan orbitallar bor. sp2 orbitallar, sp2 hammasi 3 ekanligini bilgan holda 1, 2 ta atom, 2 ta sp2 gibridlangan atom bor. Ya'ni bu uglerod va kislorod qo'shaloq tutgan kislorod atomlar hisoblanadi. Orbitallar soni esa 2 ko'paytirilgan 3. Nima uchun 3? Sababi sp2 ni yig'indisi 3 ga teng bo'lganligi uchun 6 ta sp2 gibridlangan orbital bor. Orbital. Endi hozirgi masalalarda ko'pincha bog' hosil qilishda qatnashmagan va bog' hosil qilishda qatnashgan gibrid orbitallar soni sanaladi. Bog' hosil qilishda qatnashgan deyilgani, mana shu yerda elektronlar qatnashgan, bog' hosil qilishda qatnashganlari chiziqcha shaklda belgilanganlar bog' hosil qilishda qatnashgan hisoblanadi. Bog' hosil qilishda qatnashmagani esa ular yashirin holatdagi elektron juftlari hisoblanadi. Bu moddamizda propan kislotada kislorodning 2 juftdan elektronlari bog' hosil qilishda ishtirok etmagan. Ya'ni ular gibridlanishda ishtirok etadi, lekin bog' hosil qilishda ishtirok etmaydi. Shuning natijasida bog' hosil qilishda qatnashmagan. Bog' hosil qilishda qatnashmagan. Qatnashmaganlar soni xo'sh, 1 juft, 2 juft, 3, 4 juft. Ya'ni 8 ta elektron 4 juft. Juft elektron bor. Bog' hosil qilishda qatnashganlarni sanash uchun bog'larni sanaymiz va shularni 2 ga ko'paytirganimizda bog' hosil qilishda qatnashganlar soni kelib chiqadi. Bog' hosil qilishda qatnashgan. Qatnashganlarda demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta chiziq bor. 11 ta chiziqni 2 ga ko'paytirganimizda 22 soni kelib chiqadi. 22 ta bog' hosil qilishda qatnashgan orbitallar bor.